Muhtaram mijozlar, agarlangan alternativ filial binosida bank mijozlari, fuqarolar, tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazib belgilangan. Bundan asosiy maqsadimiz tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga kredit ajratish, tadbirkorlikka ko'maklashish, yordam berish, tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga tadbirkorlik kengaytirish uchun kreditlar ajratish. Bundan asosiy maqsadimiz shu tumanimizdagi, mahalladagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish, ishni qilish asosiy vazifa qilib olingan. Bunda hozir o'zimizda bank kreditlarimiz bor. Hech qayerda ishlamaydigan, 2 oyda davlat tashkiloti ishlamagan mijozlarimizga 12 million so'mlik biznesga ko'mak kreditimiz bor. 4 yilga beriladi, 25% dan. Xotin-qizlarga 2% imtiyoz va 23% dan beriladi. Demak, unga kafillik, sug'urta kafil bo'ladi. Yoki 3-chi shaxs kafilligini ko'rsatib va ishlaydigan odam. Mahalla loyiha kreditimiz bor. Bu 50 milliongacha beriladi. Bunda ham shunday 5 yilga beriladi, 25% dan. Xotin-qizlar olayotgan bo'lsa 2% imtiyozi bor, 23% dan beriladi. Bunga ham shu sug'urta kafillik yoki 3-chi shaxs kafilligini ko'rsatib bo'ladi. Bundan tashqari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolarimizga kamida 1 yil faoliyat bilan shug'ullanayotgan, bankdan hisobnoma ochgan fuqarolarimizga 312 son qaror yozsin. Demak, 100 million so'mgacha sug'urta kafilligi, bankda 300 million so'mgacha, 200 million so'm garov bo'lgan holatda 300 million so'mgacha bera olamiz. Bu 21% dan, xotin-qizlarga bunda 2% imtiyozi bor. Demak, 19% dan beriladi. Yana madadkor degan kreditimiz bor va ish o'rni yaratganiga qarab beriladi. Demak, 500 million so'mgacha kredit olayotgan bo'lsa, kamida 2 tadan 6 tagacha ish o'rni yaratsa, 500 million so'mgacha beramiz, 25% dan. Demak, 6 tadan 10 tagacha yaratsa, 1 million so'mgacha beramiz, 25% dan. 10 tadan ziyod ish o'rni yaratadigan bo'lsa, 2 milliongacha beramiz, 23% dan beramiz. Kimda qanaqadir savollar bo'lsa, tadbirkorlik boshlamoqchi va tadbirkorlik kengaytirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, bemalol savollar taklif berishlari mumkin. Qonuniy nazardan ko'rib chiqib. Kafillikka pensiyangiz o'tarilmi? Va kafildansizmi? Kafillikka. Shart va pensiyangiz yo'q. Pensiyanerda ololmaymiz. Davlat ishlashi. Ishlayotganimizda ish haqiga qaraydi. O'sha 50 million so'mgacha o'layotgan bo'lsa, qanchagacha yetsa, shuncha o'zi Androidni tashlaymiz, xulosa beradi. Mana shu 30 million olsa bo'ladi, 40 million olsa bo'ladi, 20 million olsa bo'ladi, xulosa beradi. Uni kredit bo'lsa-chi agar? Kredit bo'layotgan bo'lsa, kredit yuki degan narsa bor. Masalan, bir oylikda yarmini kreditdan yopishga yetish kerak. Siz oyligingiz 50% hamma kreditlarni yopishga yetish kerak. Agar oyligingiz shunga yarasha bo'layotgan bo'lsa, o'sha shuncha qismini shuncha bera olamiz deb chiqadi, xulosa beriladi. Kreditga qarab, yo'q bo'lsa ko'proq, kamroq bo'lsa oyligiga qarab yarmi o'ta oladi.